Ola, tipik. Qanchada o'tasiz? Qancha olib dedi? 42 ga 10. 32 oldu. Nerede turadi? Buni qanchada sotilishi? 42 ming so'm. Bo'z uyi bor ekan. 42 ming so'm deydi. Qonajin жаңы to'ng'ich ekan. Torpog'i bilan 45 ming so'm kam bor deyaptir. So'm uyi bor ekan 60 ming so'm. Bo'z uylar bor ekan 50 ming so'mdan kam bor deydi. Eko'dan 50 mingdan. Bo'z uylar eko'dan 50 ming so'mdan kam bor. Bo'z uy bor ekan 70 ming so'm kam bor deydi. Cho'ng uy ekan. Üçtü tuğan deydi. Hazır tuğsa 4-ünsünü tuğat ekan. Qo'shilmayman, qo'shilmaysiz. Son uy. Torpog'i bilan 65 ming so'm ekan. Qo'ldagi son uy 55 ming so'm kam bor deydi. Torpog'i bor ekan janimda. 55 ming so'm. 65 ming so'm. Mana shu jang açmaq qunajin. O'zi dag'i torpoq. Жаңы to'ng'ich qunajin ekan. 50 ming so'm kam bor deydi. Mana sütü hozir sog'ib qo'ydi. Jelin o'ta cho'ng ekan. 50 ming so'm kemi bor deydi. Buqa. Mana shu ikki buqa 160 ming so'm ekan. Bog' bo'lib жатат. Shu buqalar ikkosi 160 ming so'm ekan. Qaysilar? 70 ming so'm kam bor deydi. 75 ming so'm deydi mana shu buqani. 75 ming so'm kami bor ekan. 70 ming so'm ekan. Shu buqadagi. Yellu 7 ming so'm deydi mana shu buqani.